Bu videoda siz osteoporoz nima ekanligini, suyak yemirilishi kimlar uchun xavfli va qachon boshlanishi mumkinligini, nima xatolar orqali aynan suyak yemirilishi paydo bo'lishini bilib olishingiz mumkin va Husniddin sizga to'liq tushuntirib beradi. Assalomu alaykum hurmatli Hayot balansi kanali kuzatuvchilari va bizni qo'llab-quvvatlayotgan barcha kuzatuvchilarimizga alohida tashakkur bildiramiz. Va bizani shu kungacha ko'payib kelayotgan obunachilarimiz sinfi hamda mavzularimizni yoritib borayotganimizdagi homiylarimizga ham alohida tashakkur. Endi esa bugun eng kerakli mavzu, ya'ni osteoporoz, suyak yemirilishi haqida gaplashamiz. Suyak yemirilishi kimda qanday boshlanadi, qanday davom etishi mumkin, uni oldini olish qanday bo'ladi? Ushbu video davomida siz bu savollarga javob topasiz. Suyak yemirilishi shunday jarayonki, biz uni umuman sezmasligimiz mumkin. Ya'ni hozir misol uchun meni suyaklarim yemirilayotgan bo'lsa, men buni bilmasligim mumkin. Va aynan suyak yemirilishi har doim hammada bo'ladi, lekin uning darajasi bor. Endi to'xtalamiz. Suyak yemirilishi qanday bo'ladi? Birinchi navbatda bizning suyaklarimiz har doim osteoblast va osteoklast hujayralaridan iborat ekanligini bilib olishimiz kerak. Osteoblast hujayralari hosil bo'lib boradi, klast hujayralari esa yemirilib boradi. 10 dona hujayra yemirilgan paytda 10 dona hujayra paydo bo'ladigan bo'lsa, bu suyak normadagi holatda o'zini vaznini, o'zini struktur birligini saqlab turadi. Lekin aynan mana shu muhim bo'lgan joyi lekini bor. Agar bizning osteoblast hujayralarimiz kamayib, klast hujayralarimiz ko'payadigan bo'lsa, bunda suyak yemirilishi paydo bo'ladi. Endi bolalarda aynan mana shu jarayon kuchliroq, ya'ni blast jarayonida 15 ta suyak hujayrasi paydo bo'ladi, 10 tasi esa yemiriladi, 5 ta plyusda. Buning natijasida esa suyaklar o'sib boradi. Ma'lum bir yoshga kirganimizda bu suyak o'sish jarayoni to'xtaydi. Bu hamma suyaklarda har xil. Misol uchun insonning boldir, tos suyaklari toki 12 yoshgacha o'sadi. Undan keyin esa faqatgina to 25 yoshgacha panja suyaklari o'sadi. Panja suyaklarini o'sishi bilan biz butun tanadagi zona rosta, ya'ni o'sish zonalarini ko'rishimiz mumkin. Aynan rentgen qilib ko'rilgan paytda suyakning epifiziar qismida ochiq chiziq bo'ladi. Aynan mana shu ochiq chiziq, bo'shliq qism osteoblast va klast hujayralarining almashuvchi joyi hisoblanadi. Va natijada bizning suyaklarimiz doimiy o'sishda. Lekin biz 25 yoshdan keyin ham suyaklarimizdagi hujayralarni almashtirib turamiz. Bu jarayonda esa bizga ko'plab moddalar kerak bo'ladi. Oldingi videolarimizda aytganimiz kabi, qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi aynan mana shu videoda ko'rib olishingiz mumkin. Bu suyak yemirilishiga sabab bo'lishi katta ehtimollik bilan ta'sir qiladi. Yana bir narsaga to'xtalamiz. Bizning tanamizda mikroelementlar yetishmasligi, gormonal disbalans holatlari, klimatrik sindrom holatlari ham aynan suyak yemirilishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Endi juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotni aytib o'taman. Shunday xavf guruhlari deb ataladigan tushuncha bor. Ya'ni xavf guruhlari shu guruhdagi odamlar suyak yemirilishi bilan og'rishi juda ham yuqori bo'lish ehtimolligi bor deyiladi. Birinchi o'rin bu ayollar, ayniqsa menopauzadan keyin, ya'ni menopauza tugagandan, klimatrik sindrom boshlangan paytlarida. To'g'ri qilib aytganda, klimatrik sindrom bu kasallik. Klimaks davridan keyin ayollarda ba'zi bir gormonal o'zgarishlar natijasida suyak yemirishlari kuzatilishi mumkin. Ikkinchi navbatda esa bizning tanamizda vazn yetishmovchiligi, ya'ni oqsil energetik yetishmovchiligi bo'lib yurgan insonlarda ham suyak yemirilishi kuzatilishi katta ehtimollik bilan. Chunki suyak strukturasiga qaraydigan bo'lsak, suyak nafaqat minerallardan tashkil topgan organ, balki suyak minerallarning orasida organik moddalar, ya'ni aseinlardan tashkil topgan organ hisoblanadi. Aynan bizning tanamizda vazn yetishmovchiligi, oqsil energetik yetishmovchilik bo'layotgan bo'lsa, suyaklardagi aseinlar ham kamayib ketadi. Natijada bizning tanamizdagi suyaklar nafaqat mo'rt, balki juda ham yumshab ketishi mumkin. Buning natijasida suyak yemirilishi rivojlanadi. Uchinchi xavf guruhi bu D vitamini yetishmaydigan insonlar. D vitamini yetishmasligi haqida esa biz aynan alohida bir videoda to'xtalib o'tganmiz. D vitamini nima uchun yetishmaydi? Qalqonsimon bez faoliyatining o'zgarishlari D vitaminiga ta'sir qiladimi? Jigar faoliyati yomonlashsa D vitamini nimaga yetishmasligini
aynan biz bog'lab berganmiz hamda buyraklardagi kalsiy sitrol ajralishi yaxshi bo'lmasligi natijasida ham D vitamini tushib ketadi. Natijada esa suyak yemirilishi rivojlanadi. Bu haqidagi batafsil videoni shu havola orqali ko'rishingizni tavsiya etamiz. 4-xavf guruhi kam harakat insonlar va semizlar. Aynan mana shu guruhdagi insonlar suyak yemirilishi bilan ko'p og'riydi. Ya'ni bizning tanamizda hujayralar atrofini yog' egallab olgandan keyin hujayralarda moddalar almashinuvi sust bo'ladi. Natijada bizning tanamiz umuman yomon kalsiyni o'zlashtirishni boshlaydi va modda almashinuvi kamayib ketishi suyak yemirilishiga sabab bo'ladi. 5-sabab bu chekish. Chekish inson tanasida modda almashinuvini buzishini hamma yaxshi biladi, lekin baribir bilib turib chekishadi. Bu ham suyak yemirilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa sigaretdan boshqa narsalar chekilgan bo'lsa. 6-sabab bu kortikosteroidlarni suiiste'mol qilish. Men O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligiga shu o'rinda minnatdorchilik bildirib o'tib ketaman. Nimagaki, aynan hozirda gormonlar va antibiotiklarni sotilishini retsept tarzida qilinishi insonlarni suyak yemirilishidan ancha-muncha asrab qoladi. Mani ko'plab bemorlarim Rossiyada xizmat qilib, o'sha yerda mehnat faoliyatini yuritib qaytgan insonlar bo'lgan. O'shalarning ko'pchiligida suyak yemirilishini aniqlaganman va natijada shunga iqror bo'ldimki, Rossiyada shamollagan paytida juda ko'p miqdorda deksametazon bilan davolashgan. Deksametazon, prednizolon, oddiy mana shu shamollash jarayonlarini shunchaki u mehnat migranti bo'lganligi uchun noto'g'ri davolash bilan uni xuddi qul kabi ko'rib tanasini davolashgan va natijada ularda hozirga kelib suyak yemirilishi paydo bo'ldi. Bunday holatga tushmaslik uchun albatta siz gormonlarni suiiste'mol qilmang. Agar siz ham mehnat faoliyatida bo'lsangiz, qayerdadir davolanayotgan bo'lsangiz va aynan gormonlarni iste'mol qilish orqali tez yaxshi bo'layotgan bo'lsangiz, sizni kelajakda suyak yemirilishi kutayotganini bilib oling. Va bu faktni eshitgandan keyin o'ylaymanki, hech kim gormonlarni to'g'ridan to'g'ri qabul qilishni xohlamaydi. 7-eng katta riskli holat esa bu qalqonsimon bez faoliyatining giperfunksiyasidir. Ya'ni uning juda ham kuchli ishlab ketishi va noto'g'ri ishlashi. Buni natijasida bizning tanamizda kalsiy tannin degan modda haddan tashqari ko'payib yoki kamayib ketishi mumkin. Natijada suyaklardagi kalsiy miqdori oshadi va suyakning qattiqlik darajasi ko'payadi. Asiyinlar esa kamayadi. Bu esa suyaklardagi elastiklikning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari juda ham ko'plab sabablar bor. Misol uchun erkaklarda suyak yemirilishi ko'p holatlarda aynan testosteronning yetishmasligi bilan bog'liq bo'lgan holatlarni ham kuzatganman. Ayniqsa yosh yigitlarda xuddi shunday holatlar ko'p bo'ladi. Uylanmay yurgan yigitlarda ham xuddi shunday holat bo'lishi mumkin. Endi yuqorida aytib o'tganimizdek, biz bilamiz suyak yemirilishi kim xavf guruhiga kirishini. Endi eng muhim narsani bilishimiz kerak, bu suyak yemirilishini erta belgilarini, ya'ni vaqtli aniqlangan kasallik davolanishi juda ham samarali bo'ladi. Lekin uni juda ham oxirgi bosqichlarda aniqlaydigan bo'lsak, faqatgina hayot faoliyatini, hayot sifatini yaxshilab berishimiz mumkin xolos. Uni to'liq davolay olmaymiz. Shuning uchun erta aniqlash uchun nimalarga qarashimiz kerak? Birinchi navbatda bu bo'yning pasayishi, bo'y cho'kishi. Ayollar buni tuqqandan keyingi holat deb bilishadi, lekin bo'yni pasayishi, misol uchun odatda meni bo'yim 1.78, lekin 1.77, 1.76 bo'lib boshlasa, men bundan xavotirlanishim kerak. Aynan shu narsaga e'tibor bering. Ya'ni bo'y pasayishni boshlaydi. Ikkinchisi, bukchayish. Mana shunday bukchayib turish, bu uje suyak yemirilishiga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Aynan shu bukchayishni yo'qotish kerak. Shu uchun doim ko'kraklaringizni keng holatda tutishingiz kerak. Aynan ko'kraklarni keng holatda turishi bu sizni ruhiy o'zingizni holatingizni ham belgilab beradi. Chunki ko'kraklari bukilgan inson hech qachon ruhan zo'r holatda bo'lmaydi. Va 4-belgi bu kichik yiqilishlardan, ozgina zarbalar olishdan sinish. Ya'ni o'zi sinishi mumkin bo'lmagan holatda, misol uchun 1 metrdan sakrab tushdingiz.
1 metrdan sakragan paytda deyarli hech kim hech qayeri sinmasligi kerak. Bunda sizni qayerdir sinsa, oyog'ingiz sinayotgan bo'lsa yoki og'ir travmatik holatlar olinsa, bu suyak yemirilishiga katta ehtimollik beradi. Va shuni bilingki, aynan shu paytda densimetriya, ya'ni densimetriya o'tkazilishi shart. Bu bizning suyaklarimizni zichligini aniqlaydigan maxsus asbob va tekshiruv turi hisoblanadi. Va bundan o'tgan paytingizda sizni suyaklaringizni strukturasi aniqlab beriladi. Undan tashqari, tishlarning holati ham bizning tanamizdagi suyaklar holatini ko'rsatib beruvchi aynan eng yorqin dalildir. Tishlarning holati agar yomonlashayotgan bo'lsa, albatta suyaklaringizni tekshirtirishga majbursiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, densimetriya qilingandan so'ng albatta laborator tekshiruvlardan o'tish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda nima tekshiriladi? Birinchi navbatda qon tarkibidagi kalsiy miqdori tekshiriladi. Ikkinchi navbatda esa DOH, ya'ni D25OH tekshirilgan paytda bizning tanamizda qanchalik darajada D vitamini borligi bilinadi. D vitaminini yetishmasligi juda ham kuchli darajada suyak yemirilishiga sabab bo'ladi. Nafaqat suyak yemirilishiga, balki qandli diabetning rivojlanishida ham o'zini o'rnini ko'rsatib bergan. Chunki D vitamini eng keng tarqalgan, keng ta'sirga ega bo'lgan, xuddi gormonlar kabi ishlaydigan vitamindir. Xo'p, parad gormonni odatda ko'pincha yozishmaydi, lekin suyak yemirilishi xavfi sezilgan paytda tekshirish kerak. Lekin baribir o'zingizni davolovchi shifokoringiz bilan maslahatlashgan holda parad gormon darajasida tekshiriladi. Yuqorida aytib o'tgan birinchi densimetriya, D vitamini hamda boshqa gormonlar, ayniqsa qalqonsimon bez gormonlari tekshirilgan paytda agar ularda ham o'zgarish bo'lmasa, densimetriyada suyak yemirilishi ko'rsatayotgan bo'lsa, keyin parad gormonni topshirish kerak. Va eng muhimi, buyrak faoliyati, jigar faoliyati UZI va laborator tekshiruvlar orqali baholanishi shart. Yana bir narsa, ko'pchilik kelgan paytida kreatinin miqdorini tekshirmasdan kelishadi. Aynan kreatinin miqdorini tekshirish kerak. Yana bir narsa, sport ozuqasi kreatin bilan kreatininni farqiga borishimiz kerak. Endi esa biz qanday tekshirishni bilib oldik. Endi biz qanday qilsak ushbu kasallikka chalinmaslik yo'llarini o'rgataman. Birinchi navbatda siz rezina lenta bilan mashq qilishlarni boshlang. Rezina lentani hamma sport do'konlaridan sotib olishingiz mumkin va bu lenta bilan siz juda ham ko'plab turdagi mashqlarni amalga oshirasiz. Bunda mushaklaringiz ko'proq qon bilan ta'minlanadi. Mushaklar qon bilan ta'minlandi, suyakka nima ahamiyati bor? Ha, aynan mana shu suyakka ahamiyati bor. Chunki mushakka ko'p qon kelishi suyakka ham ko'proq qon kelishini ta'minlaydi. Natijada esa suyaklarimiz ichiga kelayotgan kalsiy miqdori ham ko'payadi va bizning tanamizda modda almashinuvi yaxshilanadi. Va sizda og'ir vazn bo'layotgan bo'lsa, ozish bilan siz tanangizdan ortiqcha kaloriyani chiqarib tashlaysiz. Ortiqcha kaloriya doim zahar hisoblanadi. Aynan ortiqcha kaloriya zahar ekanligini oddiy qilib isbotlasa bo'ladi. Mana misol uchun, insonni tanasiga ortiqcha energiya kirib keldi, u yog' shaklida yig'ilib boradi. Siz oldinlari jelezofosfatni, ya'ni temir fosfatli akkumulyatorlar bo'lardi. Ularni ma'lum bir vaqtdan ortiq zaryadga qo'yish mumkin bo'lmasdi. Agar o'sha zaryadkasi to'lib ketgandan keyin qo'yaversangiz, u yo yonib ketardi, yoki portlab ketardi, yoki umuman zaryadini tashlab yuborardi. Mana shu narsa xuddi inson tanasiga o'xshaydi. Bizning tanamizga ortiqcha energiya kirib kelaversa, holsizlik oshib boradi. U ishlatilmasa, qanchalik siz ko'proq energiyani ishlatsangiz, uni miqdori shunchalik ko'payib boradi. Yana bir narsa, bu men talabalik davrlarimda, repetitorlik qilgan paytlarimda bilganman. O'sha paytda talabalar aytishardi, abituriyentlar aytishardi, ustoz menga kerak emas mana bu narsa. Xotiramni kengaytirishim kerak emas, menga xotiram nima? Sizni xotirangiz tor bir ma'lum bir gigabaytli joymi derdim. Aslida inson xotirasi ham, jismoniy salohiyati ham qancha yuklama ko'paysa, shuncha o'sib boradigan narsa. Shuning uchun siz nimadandir qo'rqmang. Ma'lum bir davrda ko'p narsani yodlab qo'ysam, meni xotiramdagi joy to'lib qoladi deb o'ylamang. Sizni miyangiz qandaydir bir 512 gigabaytli smartfon emas, u to'lib qoladigan. U cheksiz imkoniyatga ega bo'lgan tana. Uni Allohning mo'jizasi u. O'shaning uchun uni qanchalik chiniqtirsangiz, yaxshiroq xizmat ko'rsatadi.
Shuning uchun tanamizni to'g'ri chiniqtirishni bilishimiz kerak. Ha, yana bir narsa, YouTube'da har xil mashqlar bor. Bu mashqlarni bilib bilmasdan qilishni tavsiya etmaymiz. Misol uchun hayot balansi ham sizga ko'plab mashqlarni ko'rsatib berishi mumkin. Lekin bu mashqlarni aynan LFK konstruktorsiz bajarish xavfli hisoblanadi. Ko'plab bemorlarimda tizzasini kasalligini 2 baravar ko'paytirib kelayotgan odamlar ko'p va bular aynan YouTube platformasidan tizza og'rig'ini oladi deb mashqlarni noto'g'ri bajarishgan. Shuning uchun tibbiyotda ommatan aytib bo'ladigan va ommatan aytib bo'lmaydigan gaplar mavjud. Biz aynan ommatan aytib bo'ladigan qismini sizga yetkazmoqdamiz. Mashqlardan keyin esa siz D vitaminini iste'mol qiling. D vitaminini suyaklar uchun ichmoqchi bo'lsangiz, qoningizni reologiyasi yaxshi bo'lsa, ya'ni qoningiz suyuq bo'ladigan bo'lsa, K2 vitaminlisini iste'mol qiling va natijada D vitaminini suyaklarga kalsiyni tashib kirishi osonlashadi va sizda umuman suyak yemirilishlari kuzatilmaydi. D vitaminini yetishmovchiligi esa aynan suyak yemirilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni suyaklarda kalsiy o'zlashtirilishi pasayib ketadi. Va bizning tanamizda bunday holatlar yuzaga kelmasligi uchun bahor oylarida ko'katlardan, ismaloqdan, har xil somsalardan ko'proq iste'mol qilish kerak. Lekin qon bosimi yuqori bo'lgan insonlar bu borada ozgina ehtiyot bo'lishgani ma'qulroq. Bemorlarimiz orasida eng ko'p uchraydigan xatolarga to'xtalib o'tib ketaman. Birinchi xato: og'riq yo'q deb butun tanada umuman tekshiruvlar qilmaslik. Bu eng katta xato. Chunki qachonki og'riganida borsangiz, siz 2 yo 3 darajali suyak yemirilishi bilan og'riyotgan bo'lishingiz mumkin. Ikkinchi katta xato: D vitamini yetishmayapti deb uni juda katta dozalarda iste'mol qilish. Aynan mana shu xato nafaqat bemorlarda, balki ba'zi bir shifokorlarda ham uchraydi. Xalqaro tavsiyalarga ko'ra, insonga 100 ming единицада D vitamini kiritsangiz ham butun tanaga uni kerakli miqdori olinadi, qolgani esa chiqindi sifatida tashlab yuboriladi. 100 ming yuborilganda shunchaki tana ma'lum bir muddat D vitaminidan zaharlanib turadi. Undan keyin yana D vitamini defitsitligi davom etaveradi. Mana shuning uchun katta dozada bir marta iste'mol qilish orqali yechim qilaman deb o'ylamang. Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, siz tanangizdagi suyak yemirilishi borligini erta aniqlashingiz bu juda ham og'ir holatlarni oldini oladi. Lekin u og'riq bermasligi mumkin. Shuning uchun albatta har 6 oyda 40 yoshdan o'tgan odamlar tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. Yana bir narsani sizlarga tavsiya etaman. Suyak yemirilishini oldini olish uchun Sport Nutrition do'konidan ko'plab biologik faol qo'shimchalarni eng sifatlisini xarid qilishingiz mumkin. Chunki Sport Nutrition sizga eng foydali mahsulotlarni yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Sizga hamisha sog'lik va mustahkam suyaklar tilagan holda Hayot Balansi kanali va Hayot Balansi jamoasi bo'ldi. Like va podpisatsiya bo'lishni unutmang.